diqqat. Bugundan boshlab barchamizning hayotimizga ta'sir qiladigan ko'chmas mulk egalari va bu sohaga aloqador har bir shaxs uchun o'ta muhim bo'lgan yangi qonun kuchga kirdi. Bu qonun sizning mulkingizni ro'yxatga olish tartibini, unga bo'lgan huquqlaringizni himoya qilishni va kelajakdagi operatsiyalaringizni qanday amalga oshirishingizni tubdan o'zgartiradi. Agar siz o'z mulkingizga ega bo'lsangiz, uni sotishni, sotib olishni yoki meros qilib olishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, bu ma'lumotlar siz uchun hayotiy ahamiyatga ega. To'g'ri ma'lumotga ega bo'lmaslik kelajakda katta muammolarga, jumladan jarimalarga, moliyaviy yo'qotishlarga va hatto mulkingizni yo'qotish xavfiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Chunki bugun men sizni bu yangi qonunning barcha nozik jihatlari bilan tanishtiraman va nimalarga e'tibor berish kerakligini tushuntirib beraman. Videoni boshlashdan avval iltimos kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Chunki sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhimdir. Yangi qonunning mazmuni oldin qanday edi va hozir nima o'zgardi? Aziz do'stlar, keling, avvalo ushbu yangi qonun qanday paydo bo'lganini va u nima uchun zarurligini tushunib olaylik. O'zbekiston Respublikasining ko'chmas mulk obyektlarini ro'yxatga olish tartibini takomillashtirish to'g'risidagi qonuni mamlakatimizda ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni ro'yxatga olish tizimini yanada shaffof, tezkor va ishonchli qilishga qaratilgan. Bu qonun asosida avvalgi biroz eskicha, murakkab va ba'zan korrupsiya xavfi yuqori bo'lgan tizim tubdan isloh qilinmoqda. Oldin qanday edi? Ko'chmas mulkni ro'yxatdan o'tkazish jarayoni ko'pincha juda uzoq vaqt talab qiladigan, turli idoralarga ko'p marta tashrif buyurishni talab qiladigan va qog'ozbozlikka asoslangan edi. Sizga bitta hujjatni olish uchun bir idoradan boshqa idoraga yugurishga to'g'ri kelardi. Har bir qadamda navbatlar, qo'shimcha so'rovlar va tushunarsiz talablar paydo bo'lishi mumkin edi. Kadastr hujjatlarini tayyorlash, ularni notarial tasdiqlash, keyin esa ro'yxatdan o'tkazish bir necha hafta, ba'zan hatto oylar davom etardi. Axborotlar turli bazalarda saqlanib, bir-biriga mos kelmasligi, ma'lumotlar almashinuv sekinligi esa kelishmovchiliklarga va hatto firibgarliklarga yo'l ochardi. Ko'chmas mulkning haqiqiy egalik holatini aniqlash qiyinlashar. Bu esa savdo-sotiq jarayonlarida ishonchsizlikni keltirib chiqarar edi. Masalan, biror mulkni sotib olmoqchi bo'lsangiz, masalan, garovda ekanligi, bor yo'qligini aniqlash uchun bir necha joyga murojaat qilish zarur edi. Hozir nima o'zgardi? Yangi qonun yagona milliy kadastr tizimini YMKT joriy etishni nazarda tutadi. Bu tizim butun mamlakat bo'ylab barcha ko'chmas mulk obyektlari haqidagi ma'lumotlarni bir markazda elektron shaklda jamlaydi. Endi sizning mulkingizning barcha ma'lumotlari, uning maydoni, joylashuvi, egalik huquqi, mavjud o'g'irliklar, masalan, ipoteka, garov va boshqalar bitta elektron bazada saqlanadi va real vaqt rejimida yangilanib turadi. Bu shuni anglatadiki, hujjatlarni tayyorlash, ro'yxatdan o'tkazish va tasdiqlash jarayoni sezilarli darajada soddalashadi va tezlashadi. Ko'p hollarda sizga endi faqat bir marta davlat xizmatlari markaziga murojaat qilish yoki hatto elektron tarzda ariza yuborish kifoya qiladi. Asosiy maqsad shaffoflikni oshirish, bürokratiyani qisqartirish, korrupsiyaning oldini olish va mulkchilik huquqlarini ishonchli himoya qilishdir. Bundan tashqari, qonun mulkdorlarga o'z mulkini ro'yxatdan o'tkazish uchun aniq muddatlarni belgilaydi. Bu esa ma'lumotlarning dolzarbligini ta'minlashga xizmat qiladi. Endi siz o'zingizning dolzarbligini ta'minlayda o'tirgan holda elektron shaklda kuzatishingiz mumkin bo'ladi. Bu yangilik shubhasiz O'zbekistonda ko'chmas mulk bozorining rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Chunki bu sohadagi barcha operatsiyalar yanada ishonchli va tezkor bo'ladi. Asosiy qism bu. Nimalarni bilishingiz kerak? Kimlar xavotir olsin va kimlar olmasin. Bu yangi qonun ko'chmas mulk sohasidagi deyarli barcha ishtirokchilarga ta'sir qiladi. Ammo ba'zilarga ko'proq, ba'zilarga esa kamroq. Keling, bu masalani batafsil ko'rib chiqamiz. Kimlar uchun bu qonun dolzarb? 1. Mulk egalari. Agar sizda uy, kvartira, yer uchastkasi, do'kon, ofis yoki boshqa turdagi ko'chmas mulk bo'lsa, bu qonun sizga bevosita taalluqli. Sizning mulkingizning kadastr ma'lumotlari, uning ro'yxatdan o'tganligi va unga bo'lgan huquqlaringiz yagona milliy kadastr tizimida to'g'ri aks etishi juda muhimdir. Agar ma'lumotlar eski yoki noto'g'ri bo'lsa, uni yangilashga to'g'ri keladi. 2. Ko'chmas mulk sotib oluvchilar va sotuvchilar.
Endi mulkni sotib olish yoki sotish jarayoni ancha soddalashadi. Ammo shu bilan birga har bir tomonning mas'uliyati oshadi. Sotuvchi mulkning barcha hujjatlarini YMKT talablariga muvofiq tartibga keltirgan bo'lishi kerak. Xaridor esa mulkning barcha ma'lumotlarini YMKT orqali tekshirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu savdodan keyingi nizolarning oldini olishga yordam beradi. Uch. Merosxo'rlar meros qilib olingan ko'chmas mulkni o'z nomingizga o'tkazish jarayoni ham yangi tizim asosida amalga oshiriladi. Meros huquqini tasdiqlagandan so'ng YMKTda ma'lumotlarning yangilanishi uchun belgilangan muddatlarda murojaat qilish zarur bo'ladi. 4. Yangi qurilayotgan mulk egalari. Yangi qurilgan binolarni yoki rekonstruksiya qilingan obyektlarni foydalanishga topshirish va ularni ro'yxatdan o'tkazish tartibi ham aniq muddatlar va talablar asosida amalga oshiriladi. Qurilish tugagandan so'ng mulkni ro'yxatdan o'tkazish jarayoni tezroq va shaffofroq bo'ladi. Lekin buning uchun qurilishning barcha bosqichlari qonuniy ravishda hujjatlashtirilgan bo'lishi shart. 5. Hujjatlari to'g'ri bo'lmagan mulk egalari, eski uslubda qurilgan, kadastr hujjatlari yo'q yoki noto'g'ri bo'lgan mulklar uchun yangi imkoniyatlar ochiladi. Ammo shu bilan birga bu qonun bunday mulklarni qonuniylashtirish yoki tartibga solish uchun aniq talablar va muddatlarni belgilaydi. Agar sizda shu kabi muammo bo'lsa, uni imkon qadar tezroq hal qilishingiz tavsiya etiladi. Kimlar xavotirlanmasin yoki kamroq xavotirlansin, aslida bu qonun hech kimga xavotirlanmaslik imkoniyatini bermaydi. Chunki u deyarli barcha mulk egalariga taalluqli. Ammo agar sizning mulkingizning barcha hujjatlari tartibli bo'lsa, u qonuniy ro'yxatdan o'tgan bo'lsa va siz barcha majburiyatlarni, masalan, soliqlar o'z vaqtida bajargan bo'lsangiz, sizning ishingiz ancha sodda bo'ladi. Sizga faqatgina ma'lumotlarning YMKTga to'g'ri kiritilganligini tekshirish va kelajakdagi har qanday o'zgarishlar, masalan, sotish, hadya qilish uchun yangi tartiblarga rioya qilish kifoya. Nimalar o'zgaradi? 1. Markazlashtirilgan elektron ro'yxatga olish tizimi. Yagona milliy kadastr tizimi YMKT barcha kadastr ma'lumotlarini bir joyda to'playdi. Bu ma'lumotlar endi qog'oz formatda emas, balki raqamli shaklda saqlanadi va istalgan vaqtda elektron tarzda tekshirilishi mumkin. Bu jarayonning shaffofligini va tezligini oshiradi. Masalan, endi siz biror mulkning egasi kimligini, uning ustida qandaydir cheklovlar bormi yoki yo'qmi, bir necha daqiqada onlayn tekshirishingiz mumkin. 2. Ro'yxatdan o'tkazish muddatlari. Qonun ko'chmas mulk bilan bog'liq har qanday o'zgarish, sotib olish, sotish, meros qurilishining yakunlanishi yuzasidan mulkni ro'yxatdan o'tkazish uchun aniq muddatlarni belgilaydi. Masalan, mulkni sotib olgandan so'ng yoki meros huquqini olganingizdan keyin uning egalik huquqini davlat xizmatlari markazlari orqali yoki elektron tarzda ro'yxatdan o'tkazish uchun sizga 3000 kun muddat beriladi. Bu muddatga rioya qilmaslik ma'muriy javobgarlikka, ya'ni jarimaga sabab bo'lishi mumkin. Davlat boji hisoblash tartibi. Oldin davlat boji asosan mulkning umumiy maydoni yoki shartnoma summasiga qarab hisoblanardi. Yangi qonun ko'chmas mulkning kadastr qiymati asosida davlat bojini hisoblashni nazarda tutadi. Bu shuni anglatadiki, mulkingizning haqiqiy bozor qiymatiga yaqinroq bo'lgan kadastr qiymati oshsa, davlat boji ham oshishi mumkin. Kadastr qiymatini adolatli belgilash uchun yangi metodologiyalar joriy etiladi. 4. Majburiy texnik inventarizatsiya. Endi faqatgina yangi qurilgan yoki rekonstruksiya qilingan binolar emas, balki barcha turdagi ko'chmas mulk obyektlari, hatto eski uylar ham davriy texnik inventarizatsiyadan o'tkazilishi talab qilinishi mumkin. Bu mulkning haqiqiy holatini aks ettirish va uning barcha texnik parametrlarini YMKTga kiritish uchun zarur. 5. Kadastr pasportini olishning soddalashuvi. Kadastr pasportini olish jarayoni ham soddalashadi. Endi siz ko'p hollarda davlat xizmatlari markazlari orqali bir martalik murojaat bilan elektron kadastr pasportini olishingiz mumkin bo'ladi. Qog'ozli pasportlar asta-sekin muomaladan chiqib ketadi. Real hayotdan bir nechta misollar. Misol 1. Yangi kvartira sotib olgan yosh oila. Oldin Toshkent shahrida yashaydigan Alishar va Dilnoza yangi qurilgan kvartira sotib olishdi. Ular kvartira hujjatlarini rasmiylashtirish uchun notariusga borishdi. U yerda ertasiga kelishlarini aytishdi. Keyin kadastr agentligiga borib, texnik inventarizatsiya uchun ariza yozishdi. Bu jarayonning o'zi bir necha hafta vaqt oldi. Kadastr hujjatlari tayyor bo'lgach, yana DXMNga borib, egalik huquqini ro'yxatdan o'tkazishdi. Jami oydan ortiq vaqt sarflanib, 5-6 marta turli idoralarga qatnashga majbur bo'lishdi.
har bir bosqichda to'lovlar, navbatlar va hujjatlar yetishmasligi bilan bog'liq muammolar bo'ldi. Umumiy xarajatlar davlat boji, notarius xizmati va boshqa kichik to'lovlar bilan 2 million so'mga yaqinlashdi. Hozir yangi qonun kuchga kirgach, Alisher va Dilnoza kvartira sotib olishdi. Ular to'g'ridan-to'g'ri notariusga borishdi. U yerda elektron tizim orqali shartnoma tasdiqlandi. Notarius YMKT bilan integratsiyalashgan holda mulkning barcha ma'lumotlarini darhol tekshirdi va tranzaksiya tugashi bilanoq egalik huquqi avtomatik ravishda YMKTda ro'yxatdan o'tkazildi. Alisher va Dilnoza 30 daqiqa ichida barcha hujjatlarni rasmiylashtirib, kvartiraga egalik qilish huquqini qo'lga kiritishdi. Ularga faqat davlat boji va notarius xizmati uchun to'lash talab qilindi. Bu esa avvalgi xarajatlardan ancha kam edi. Taxminan 20 million so'm. Eng muhimi, bir marta borish bilan barcha muammolar hal bo'ldi. Misolki, qishloqda meros qilib olingan uy. Oldin Namangan viloyatida yashovchi Fotima xola onasidan qishloq uyi va yer uchastkasini meros qilib oldi. U meros huquqi uchun notariusga bordi. Keyin uyni o'z nomiga o'tkazish uchun DXMga, so'ngra kadastr agentligiga borib, eski hujjatlar bilan qiynaldi. Chunki uyning ba'zi qismlari eski hujjatlarda aks etmagan edi. U yerda yangi texnik inventarizatsiya o'tkazishni, buning uchun o'lchovchi kelishni kutishga to'g'ri keldi. Bu jarayon ikkala oyga cho'zildi va u bir necha marta shahar markaziga borib keldi. Har bir safarga transport va boshqa xarajatlar uchun erta turdi. Hozir yangi tizimda Fotima xola notariusga murojaat qiladi. Notarius meros ishi bo'yicha hujjatlarni rasmiylashtirgandan so'ng YMKT orqali mulkning barcha ma'lumotlarini tekshiradi. Agar uyning kadastr qiymati va ma'lumotlari mavjud bo'lsa, u darhol Fotima xola nomiga o'tkaziladi. Agar kadastr ma'lumotlari eski bo'lsa yoki yo'q bo'lsa, notarius shu yerning o'zidan kadastr agentligiga so'rov yuborish imkoniyatiga ega bo'ladi. Kadastr agentligi YK orqali ma'lumotlarni yangilab, qisqa muddatda, masalan, 507 ish kuni ichida elektron kadastr pasportini taqdim etadi. Fotima xolaning uyi va yer uchastkasi 10 ish kuni ichida o'z nomiga rasmiylashadi. Buning uchun u faqat bir marta notariusga borishi yetarli bo'ladi. Jarayon tezligi va qulayligi sezilarli darajada oshadi. Misol uchun, xususiy korxona ofis binosini ro'yxatdan o'tkazish. Oldin innovatsiya KM yangi ofis binosini qurib bitkazdi. Qurilish ruxsatnomalarini olishdan tortib, bino foydalanishga topshirilguniga qadar qariyb 2 yil vaqt ketdi. Bino qurilishi tugagandan so'ng uni ro'yxatdan o'tkazish uchun bir nechta instansiyalar, shahar hokimiyati, arxitektura bo'limi, kadastr agentligi va boshqa idoralarga murojaat qilish zarur edi. Har bir idorada o'ziga xos talablar va hujjatlar ro'yxati bor edi. Jam ro'yxatdan o'tkazish jarayoni yana 3-4 oyga cho'zilib ketdi. Bu muddatlar ichida bino faoliyat boshlay olmadi. Bu esa korxona uchun katta moliyaviy yo'qotishlarga sabab bo'ldi. Kechiktirilgan ro'yxatdan o'tkazish uchun jarima ham to'lanishi mumkin edi. Masalan, belgilangan muddatdan oshgan har bir oy uchun bazaviy hisoblash miqdorining BHM 5 baravargacha. Hozir yangi qonun bilan innovatsiya MCH qurilish tugagandan so'ng foydalanishga topshirish hujjatlarini elektron tarzda Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali EDXP orqali yuboradi. Barcha ruxsatnomalar, texnik shartlar va kadastr ma'lumotlari YMKTda raqamli ravishda mavjud bo'lgani uchun mutaxassislar hujjatlarni ko'rib chiqib, 7 ish kuni ichida binoni foydalanishga topshirish to'g'risida xulosa beradi. Binoning mulk huquqi YMKTda avtomatik ravishda ro'yxatga olinadi. Natijada korxona 15 ish kuni ichida yangi ofis binosida faoliyat boshlay oladi. Bu esa korxonaning vaqtini, resurslarini va millionlab so'm pulni tejash imkonini beradi. Kechiktirishlar uchun jarimalar xavfi ham kamayadi, chunki jarayon ancha tezlashadi. Misolda, qishloq xo'jaligidagi eski omborxona. Oldin Farg'ona viloyatida yashovchi fermer Jo'rali aka o'zining dehqonchilik yerida 1990-yillarda qurilgan kichik omborxonasini ro'yxatdan o'tkazishni xohladi. Bu omborxona hech qachon qonuniy ravishda hujjatlashtirilmagan edi. U yerda meva-sabzavot saqlardi. Jo'rali aka DXMga bordi, unga avval hokimiyatdan ruxsat olish, keyin kadastr agentligidan texnik xulosa olish, keyin uni sud orqali qonuniylashtirish kerakligini aytishdi. Bu jarayonning o'zi ertalabdan kechgacha navbat kutish, sud xarajatlari va qonuniylashtirish uchun 5-6 million so'mga tushishi mumkin edi. Bu fermer uchun juda katta mablag' edi va u oxir-oqibat bu ishdan voz kechdi.
Hozir yangi qonun avvalgi davrlarda qurilgan va hujjatlashtirilmagan mulklarni soddalashtirilmagan tartibda qonuniylashtirish imkoniyatini beradi. Jo'rali aka davlat xizmatlari markaziga murojaat qiladi. U o'zining yer uchastkasiga bo'lgan huquqini tasdiqlovchi hujjatlarni, masalan, yerga egalik qilish to'g'risidagi qaror taqdim etadi. DXM xodimlari VMKT orqali yerning kadastr ma'lumotlarini tekshiradi. Agar omborxonaning qurilishi yerning maqsadli foydalanishiga zid bo'lmasa va u xavfsizlik talablariga javob bersa, kadastr agentligi mutaxassislari omborxonaning texnik inventarizatsiyasini o'tkazadi va ma'lumotlarni VMKTga kiritadi. Ushbu jarayon 15-20 ish kuni ichida yakunlanib, Jo'rali akaga elektron kadastr pasporti taqdim etiladi. Umumiy xarajatlar davlat boji va texnik inventarizatsiya uchun to'lov bilan taxminan 50 million so'mni tashkil etadi. Bu oldinga qaraganda ancha arzon va tezkor. Misol 5 davlat bojini hisoblash. Oldin, masalan, 7 kvadrat metrli kvartirani sotib olayotgan shaxs davlat boji asosan shartnoma summasining irdi, kamida BXMning ir baravari va boshqa qo'shimcha to'lovlar, masalan, DXM xizmati uchun BXMning 20 hisobidan to'lagan. Agar kvartira narxi 50 million so'm bo'lsa, faqat davlat bojining o'zi 5 million so'm bo'lishi mumkin edi. Hozir yangi qonun bilan davlat boji mulkining kadastr qiymati asosida hisoblanadi. Agar 20 kvadrat metrli kvartiraning kadastr qiymati masalan 400 million so'm deb baholangan bo'lsa va davlat boji shu summaning doğru behad miqdorida belgilangan bo'lsa, davlat boji 2 million so'mni tashkil etishi mumkin. Bu raqamlar taxminiy, chunki aniq stavkalar hukumat qarorlari bilan belgilanadi, ammo muhimi hisoblash bazasi o'zgaradi va u mulkning bozor qiymatiga yaqinroq bo'lgan kadastr qiymatiga bog'liq bo'ladi. Bu ba'zi hollarda davlat bojining pasayishiga olib kelishi mumkin. Ammo kadastr qiymati bozor qiymatiga yaqinlashgan sari u o'sishi ham mumkin. Ayniqsa yangi qurilgan uylarda kadastr qiymati yuqori bo'lgani bois boj ham yuqori bo'lishi ehtimoli bor. Asosiy qism 2 qoidadan istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Har qanday yangi qonuniy tartibda bo'lgani kabi, ushbu ko'chmas mulk qonunida ham ayrim istisnolar, e'tibor berish kerak bo'lgan tuzoqlar va noaniq nuanslar mavjud. Ularni bilish sizni ko'plab muammolardan qutqarishi mumkin. Istisnolar 1. Imtiyozli toifadagi shaxslar. Ba'zi fuqarolar toifasi ko'chmas mulkni ro'yxatdan o'tkazish uchun davlat boji va boshqa to'lovlardan butunlay yoki qisman ozod etilgan. Bularga odatda Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari, nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, ko'p bolali oilalar, 5 va undan ortiq bolalari bor va boshqalar kiradi. Nogironligi bo'lgan shaxsga uy-joyni ro'yxatdan o'tkazishda davlat boji ehimbangacha kamaytirilishi mumkin. Ba'zi hollarda esa butunlay olinmasligi ham mumkin. Bu imtiyozlar har bir holatda alohida ko'rib chiqiladi va tegishli hujjatlar bilan tasdiqlanishi kerak. Har doim tegishli davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, o'zingizning imtiyozli toifaga kirishingizni tasdiqlashingiz va qaysi imtiyozlarga ega ekanligingizni aniqlab olishingiz shart. 2. Ma'lum turdagi mulklar. Ba'zi bir vaqtinchalik inshootlar, kichik yordamchi binolar, masalan, yer uchastkasidagi ayrim yengil konstruksiyali omborxonalar, hojatxonalar, quduqlar, agar ular o'rnatilgan me'yorlarga va maydon cheklovlariga javob bersa, alohida mustaqil ko'chmas mulk obyekti sifatida ro'yxatdan o'tkazilmasligi mumkin. Ular asosiy mulkning tarkibiy qismi sifatida baholanadi. Ammo bu juda nozik masala va har bir holatda aniq me'yorlar va talablar mavjud. Masalan, 25 kvadrat metrdan kichik bo'lgan, poydevor yo'q, vaqtincha tiklangan ayvonlar yoki saqlash joylari alohida ro'yxatga olinmasligi mumkin. Bu turdagi mulklar uchun kadastr organlaridan aniq tushuntirish olish muhim. Maxsus iqtisodiy zonalar va hududlar. Ba'zi maxsus iqtisodiy zonalar yoki erkin sanoat hududlarida ko'chmas mulkni ro'yxatdan o'tkazish uchun soddalashtirilgan yoki o'ziga xos tartiblar amal qilishi mumkin. Bu hududlarning rivojlanishini rag'batlantirish maqsadida qo'shimcha imtiyozlar yoki tezkorroq jarayonlar joriy etiladi. Agar siz bunday hududlarda mulkka ega bo'lsangiz yoki sotib olmoqchi bo'lsangiz, tegishli hududiy boshqaruv organlariga murojaat qilib, aniq ma'lumotlarni olishingiz kerak. Tuzoqlar, e'tibor berishingiz shart bo'lgan muammolar. bin. Raqamli bo'shliq. Yangi tizimning elektron formatga o'tishi yoshi katta yoki texnologiyalardan unchalik xabardor bo'lmagan fuqarolar uchun qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Ular elektron arizalarni to'ldirishda
onlayn portal orqali ma'lumotlarni tekshirishda yoki elektron to'lovlarni amalga oshirishda yordamga muhtoj bo'lishlari mumkin. Bu holatda davlat xizmatlari markazlari xodimlari, ishonchli oila a'zolari yoki yuridik maslahatchilar yordam muhimdir. 2. Eski, noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan hujjatlar. Ko'plab eski mulklarning kadastr hujjatlari yillar davomida yangilanmagan bo'lishi yoki umuman mavjud bo'lmasligi mumkin. Yangi VMKTga ma'lumotlar kiritishda bunday hujjatlar bilan bog'liq muammolar yuzaga kelishi mumkin. Masalan, agar sizning uyingizning kadastr pasportida barcha qo'shimcha qurilmalar aks etmagan bo'lsa, siz uni yangilashingiz va tegishli o'zgarishlarni kiritishingiz shart bo'ladi. Ba'zi eski hujjatlar notarial tasdiqdan o'tmagan bo'lsa, ularni tasdiqlash yoki yangilash talab etilishi mumkin. Bu jarayon qo'shimcha vaqt va mablag' talab qilishi mumkin. Yashirin qarzlar va og'irliklar, yangi tizim yashirin bo'lgan, mulk ustida mavjud bo'lgan garov, ipoteka yoki ijro hujjatlari asosidagi taqiqlar kabi og'irliklarni oshkor qilishi mumkin. Oldin bu ma'lumotlarni tekshirish qiyin bo'lgan bo'lsa, endi VMKTda barcha og'irliklar aniq ko'rsatiladi. Bu mulkni sotib olayotganlar uchun muhim himoya mexanizmi hisoblanadi. Ammo sotuvchilar uchun esa barcha muammolarni oldindan hal qilish zarurligini anglatadi. Masalan, agar sotayotgan uyingizda hali to'lanmagan kredit bo'yicha garov bo'lsa, VMKTda bu aniq ko'rinadi va siz uni qonuniy rasmiylashtirmaguningizcha sota olmaysiz. 4. Firibgarlik xavfi. Elektron tizimlar qulaylik yaratishi bilan birga firibgarlar uchun yangi imkoniyatlar ham ochishi mumkin. Rasmiy veb-saytlar va portallardan foydalanish, shaxsiy ma'lumotlaringizni himoya qilish va shubhali takliflarga ishonmaslik juda muhim. Har doim davlat xizmatlari markazlari, rasmiy notariuslar yoki tan olingan yuridik firmalar xizmatlaridan foydalaning. Hech qachon shaxsiy ma'lumotlaringizni noma'lum shaxslarga bermang yoki shubhali havolalarga kirmang. 5. Noto'g'ri kadastr qiymati. Yangi qonun kadastr qiymatini mulkni baholashda asosiy omilga aylantirgani sababli bu qiymatning noto'g'ri baholanishi mulk solig'i yoki davlat boji miqdorini oshirishi mumkin. Agar siz kadastr bahosidan norozi bo'lsangiz, uni belgilangan tartibda odatda 30 kun ichida sudga murojaat qilish orqali yoki tegishli kadastr organiga shikoyat orqali e'tiroz bildirish huquqiga egasiz. Buning uchun siz mustaqil baholash kompaniyasidan xulosa olishingiz mumkin. Noaniq nuanslar. O'zgarishlarni o'z vaqtida yangilashning ahamiyati. Mulkingizda har qanday o'zgarish bo'lsa, masalan, qo'shimcha qurilmalar qurilsa, uyning maydoni o'zgartirilsa, rekonstruksiya qilinsa, buni VMKT o'z vaqtida yangilab borish muhim. Aks holda kelajakda mulkni sotish, hadya qilish yoki garovga qo'yishda jiddiy muammolar paydo bo'lishi mumkin. Qonuniy ravishda ro'yxatdan o'tmagan o'zgarishlar keyinchalik jarimalar bilan rasmiylashtirilishi yoki hatto buzilishi talab qilinishi mumkin. 2. Energiya samaradorligi sertifikatlari. Ma'lum turdagi yangi qurilishlar uchun, masalan, ko'p qavatli uylar, yirik tijorat obyektlari uchun ularni ro'yxatdan o'tkazishdan oldin energiya samaradorligi sertifikatini olish talab qilinishi mumkin. Bu ekologik standartlarga rioya qilish va resurslarni tejashga qaratilgan harakatdir. Sertifikatning mavjud emasligi ro'yxatdan o'tkazishni kechiktirishi yoki undan bosh tortilishiga sabab bo'lishi mumkin. Kredit olishga ta'siri. Yangi tizimda mulkning aniq va shaffof kadastr qiymati belgilangani sababli bu banklardan kredit olishda garov qiymati baholashga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Banklar VMKTdagi ma'lumotlarga tayanib garov qiymatini tezroq va aniqroq baholay oladilar. Bu esa kredit berish jarayonini tezlashtiradi. 4. Kadastr raqamining asosiy identifikatoriga aylanishi. Endi kadastr raqami mulkning shaxsiy identifikatori sifatida yanada muhim rol o'ynaydi. Bu raqam orqali mulk haqidagi barcha ma'lumotlarga kirish va uni tekshirish mumkin bo'ladi. Shuning uchun bu raqamni bilish va uni barcha hujjatlarda to'g'ri aks ettirilganligiga ishonch hosil qilish muhimdir. Praktik tavsiyalar. Nima qilishingiz kerak? Aziz tomoshabinlar, ushbu yangi qonun doirasida siz o'z mulkingizga tegishli barcha jarayonlarni qanday qilib to'g'ri va samarali amalga oshirishingiz mumkinligi haqida aniq ko'rsatmalar beraman. O'z mulkingizning holatini tekshiring. Birinchi va eng muhim qadam bu sizga tegishli bo'lgan har qanday ko'chmas mulk, uy, kvartira, yer uchastkasi, bu haqidagi ma'lumotlarning yagona milliy kadastr tizimiga to'g'ri kiritilganligini tekshirishdir. Buning uchun siz yagona interaktiv davlat xizmatlari portali idxp.my.gov
orqali yoki bevosita davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, o'zingizning shaxsiy kabinetingizga kirishingiz va mulkingiz haqidagi ma'lumotlarni tekshirishingiz mumkin. Agar sizda mulk mavjud bo'lsa, lekin u eski hujjatlar asosida ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, uning YMKTda qanday aks etganligini ko'rishingiz shart. Agar ma'lumotlar eski yoki noto'g'ri bo'lsa, ularni yangilash uchun ariza berishingiz kerak. 2. Kerak hujjatlarni to'plang. Mulk bilan bog'liq har qanday harakatni amalga oshirishdan oldin sotish, sotib olish, meros qilib olish, qayta ro'yxatdan o'tkazish, tegishli hujjatlarning to'liq va tartibli ekanligiga ishonch hosil qiling. Ularga quyidagilar kiradi. Shaxsiy pasportingiz va uning nusxasi. Mulkka bo'lgan egalik huquqini tasdiqlovchi hujjat, kadastr pasporti, oldi-sotdi shartnomasi, meros guvohnomasi, hadya shartnomasi, hokim qarori va boshqalar, texnik inventarizatsiya hujjati, agar mavjud bo'lsa va yangi talablarga mos kelsa. Nikoh guvohnomasi, agar mulk nikoh davrida sotib olingan bo'lsa. Agar siz vakil orqali ish tutayotgan bo'lsangiz, notarial tasdiqlangan ishonchnoma. Agar biron bir hujjat yetishmasa yoki eskirgan bo'lsa, uni oldindan tayyorlashga harakat qiling. Masalan, eski shakldagi kadastr hujjatini yangi namunadagi elektron kadastr pasportiga almashtirishingiz talab qilinishi mumkin. Agar mulkni sotib olayotgan yoki sotayotgan bo'lsangiz, sotuvchi sifatida mulkingizning barcha hujjatlari tartibli va YMKTda to'g'ri aks etganligiga ishonch hosil qiling. Barcha og'irliklar, qarzlar, garovlar yo'q qilingan bo'lishi kerak. Xaridor sifatida mulkni sotib olishdan oldin YMKT orqali uning egalik holatini, mavjud og'irliklar agar bor bo'lsa va kadastr ma'lumotlarini diqqat bilan tekshiring. Buni davlat xizmatlari markazlarida yoki IDXP orqali amalga oshirish mumkin. Har qanday shubhali holatda yuridik maslahat oling. Faqat rasmiy notariuslar va davlat xizmatlari markazlari orqali operatsiyalarni amalga oshiring. Yangi qurilgan obyektlar uchun qurilish ruxsatnomalarini olishdan boshlab binoni foydalanishga topshirishgacha bo'lgan barcha jarayonlarni qonuniy me'yorlarga muvofiq hujjatlashtiring. Foydalanishga topshirish aktini olgandan so'ng belgilangan 30 kunlik muddatida mulkni YMKTda ro'yxatdan o'tkazish uchun murojaat qiling. Bu jarima to'lashdan saqlaydi. 5. Davlat bojini to'lash. Davlat boji va boshqa yig'imlar banklar, pochta aloqa bo'limlari yoki onlayn to'lov tizimlari, masalan, Payme, Klik, Uzum bank orqali to'lanishi mumkin. To'lov kvitansiyasini saqlab qo'ying, u hujjatlarning bir qismi sifatida talab qilinishi mumkin. Davlat boji miqdorini aniqlash uchun Davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling yoki IDXP portalida hisoblash vositalaridan foydalaning. 6. Yordam uchun qayerga murojaat qilish kerak? Davlat xizmatlari markazlari DXM barcha ko'chmas mulk bilan bog'liq xizmatlarni ro'yxatdan o'tkazish, kadastr pasportini olish, ma'lumotlarni yangilash bir joyda olishingiz mumkin. DXM xodimlari sizga ariza to'ldirishda va hujjatlarni tayyorlashda yordam beradi. Notariuslar oldi-sotdi, hadya, meros shartnomalarini tasdiqlash uchun murojaat qiling. Endi notariuslar ham YMKT bilan ishlaganligi sababli ko'plab jarayonlar ularning o'zida yakunlanadi. Kadastr agentligining hududiy bo'limlari. Agar sizda mulkning kadastr bahosi yoki texnik inventarizatsiyasi bilan bog'liq jiddiy savollar yoki e'tirozlar bo'lsa, ularga murojaat qilishingiz mumkin. Yuridik maslahatchilar murakkab holatlarda, masalan, sud ishlar, noqonuniy qurilishni qonuniylashtirishda malakali yuristlarning yordamidan foydalaning. 7. Barcha hujjatlarning nusxalarini saqlang. Har qanday jarayon yakunida sizga berilgan barcha rasmiy hujjatlar, kadastr pasporti, shartnomalar, kvitansiyalar, arizalar nusxalarini elektron va qog'oz shaklda saqlab qo'ying. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday tushunmovchiliklarni hal qilishda yordam beradi. Tekis belgilangan muddatlarga rioya qiling. Yangi qonun bilan belgilangan ro'yxatdan o'tkazish muddatlariga, masalan, 30 kun qat'iy rioya qiling. Muddatni o'tkazib yuborish yuqorida aytib o'tganimdek ma'muriy javobgarlikka va jarimalarga olib kelishi mumkin. Har doim muddatlarni oldindan bilishga va ularni rejalashtirishga harakat qiling. Xulosa va yakuniy murojaat aziz do'stlar. Bugun biz siz bilan yangi ko'chmas mulk qonunining barcha muhim jihatlarini, uning sizning hayotingizga qanday ta'sir qilishini, nimalarni bilishingiz kerakligini va qanday choralar ko'rishingiz lozimligini batafsil muhokama qildik. Esingizda bo'lsin, bu qonun mulk huquqlarini himoya qilish, jarayonlarni soddalashtirish va shaffoflikni oshirishga qaratilgan. Bu bizning jamiyatimiz uchun katta qadamdir.
Ammo bu o'z navbatida sizdan ham diqqat va mas'uliyat talab qiladi. Ushbu qonunni to'liq tushunish va unga mos ravishda harakat qilish sizni kelajakdagi ko'plab muammolardan himoya qiladi va moliyaviy yo'qotishlarning oldini oladi. Berilgan barcha tavsiyalarga amal qiling va shunga tug'ilgan har qanday holatda vakolatli organlarga murojaat qilishdan tortinmang. Sizningcha bu yangi qonun qanday natijalar beradi? U sizning hayotingizga qanday ta'sir qilishi mumkin? O'z fikrlaringizni, savollaringizni va boshqa mulozalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Biz har bir izohni o'qiymiz va imkon qadar javob berishga harakat qilamiz. Videoni foydali deb topgan bo'lsangiz, iltimos unga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki bu bizning ishimizni davom ettirishimiz uchun eng katta motivatsiyadir. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni va mulkingizni himoya qiling.